21 fevral. Transhda. Mana shu hududlarda hammasi mana shu Arthouse kompaniyaga tegishli hudud. Lekin bu Arthouse kompaniyasi yolg'on ma'lumot berib, buni davlat ehtiyoji uchun olyapmiz va hokazo degan gaplarni gapiradi. Bunaqa davlat ehtiyoji emas. Mana 2 gektar 16 sotik yer Arthouse yeri. Fuqarolarni sud orqali chiqarib yuborib, qo'rqitib, Musa sudi bilan birgalikda o'zini yerini tanimayapti. Chegaralarni GPS, geografik koordinatalar bilan aniqlik kiritdi. Kim ko'rayotgan bo'lsa, davlat hokimiyat vakillari aniq 4 ta qaysi 4 ta tomoniga qoqib berishingizni so'rayman.